mikrovolnovkaga qarshi DVS realniy ot kuchli mashinaga qo'yib ko'ramiz. Sen mikrovolnovkada, mash mikrovolnovka va Malibu choyini ichiradi. Seni ham choyini ichiraman. Mashina ichasan, tushundingmi? Ot ko'ramiz oxirida. Bunda 233 ot kuchi, bunda 213 ot kuchi hozir ko'ramiz qancha bo'lsa. Tayyormisiz? Tayyormisiz? 1, 2, 3. Ha, kech oldi start. İkinci round. Tayyormisiz? Tayyormisiz? 1, 2, 3. Malibu davay. Do'stim, nima bo'ldi? Nima degandim senga? Ma, ich. Choyini ichirdik do'stlar. Choyini ichdi. Do'stlar, keyingi safar yana ikkinchi round qilamiz. Mana shu video 50 mingta like yig'sa, keyingi safar xudo xolisa Malibu yutadi. Men javob beraman xudo xolisa. Ko'ramiz, yutolmaydi. Do'stlar, like bosinglar, iltimos, ikkinchi round qilishimiz uchun shuni